Amerikaga 10 yil oldin kelganmiz, oilaviy. Men yilida 150 ta 200 ta uy sotaman. Realtor bo'lish bu oson emas. Juda ham busy, ya'ni band odam bo'lasiz. Opa mana bu agent menga majburlab uyni berdi, uyni sotdi. Bularni qilmasdan turib 5 mahal namoz o'qisang bu qabul bo'lmaydi deyapti-da. 80 bin minus bilan chiqqan. Opa menga uy yo'q, men aeroportda yotibman. Yangi agentlar 5-6 ta uy sotishi mumkin bir yilda. Amerikadagi realtor odamni telefoni o'chmaslik kerak 24 soat. 5 yil oldin bu realtorlik ishini boshlaganman. Men o'zimni kompaniyamni ochmoqchiman. Assalomu alaykum azizlar. Bazariston podkasti keyingi sonida bugun ko'chmas mulk haqida suhbat olib boramiz. Bugun bizda mehmonda Zilol Chuliyeva va Jahongir Ergashev loan officer akalarimiz mehmonimiz. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum Gulshanbek, rahmat kattakon. Alaykum assalom. Va alaykum assalom. Katta rahmat bizni chaqirganingiz uchun podkastingizga juda ham xursandmiz. Bugun bu yerda sizni shu suhbatingizda ishtirok etayotganimizdan. Rahmat. Biz bugun xudo xohlasa ko'ngildan chiqqan chiroyli bir suhbat qilib Amerika diyorida Markaziy Osiyodan kelgan millatdoshlarimiz, vatandoshlarimizga ko'chmas mulk haqida chiroyli bir suhbat bo'ladi degan umiddamiz. Bu suhbatimizni boshlashdan oldin birinchi siz oilaviy siz haqingizda bir ozgina suhbat olib borsak. Qayerlardan kelgansiz bu makonlarga? Qayerlardan kelib Amerika diyorlarida insonlarga ko'chmas mulk olishlikda yordam berish martabasiga qanday yetgansiz? Shu haqida qisqa aytib bersangiz. Amerikaga 10 yil oldin kelganmiz, oilaviy. 5 yil oldin bu realtorlik ishini boshlaganman. Juda zo'r. Birga kelgansizlar shunda. Birga kelganmiz. Ikkita farzandimiz va 3-chimiz shu yerda tug'ilgan. Bu kasbni qilayotganda endi Markaziy Osiyolar hammasida bir nechta til bor. Bu kasbni qilayotganingizda nechta til bilasiz va bu til sizga qanchalik ishingizda bugungi kunda yordam beryapti? Men o'z 4 ta tilda gaplashaman. O'zbek tilida, rus tilida, tojik tilida, ingliz tilida va bu juda ham endi litov tilida ham kichkina ozgina gaplashaman. Sizda unda hozir anglo-sakson, slavyanlar, forsiylar, turkiylar dunyoning 50% dan oshig'ini egallabsiz-da. Shu tilda gaplashaman va bu meni biznesimga juda ham katta yordam beradi, chunki meni auditoriyamni kattalashtiradi bu tillar. Shunday. Barakotini bersin. Hayotingizda sizga eng katta ta'sir ko'rsatgan inson deganda aqlingizga kim keladi? Birinchi o'rinda ota-onamiz. Ota-onamizni bergan tarbiyalari men bilaman, juda ham ko'p ko'rganman. Bu yerda endi magistratura qilganman. Juda ham ko'p hollarda ko'rganman, qanday O'rta Osiyoliklar bular mehnatkash xalq. Ya'ni bizning ota-onamiz mana shunday mehnatkash bo'lishga tarbiyalagan. Rahmat. Jahongir aka, sizdan bir so'rasak, hayotda har bir inson muvaffaqiyat deganda har xil narsani tushunadi. Kimdir birov pul, kimdir birov uy, kimdir birov hech kim haydamagan bir mashina. Sizni amerikaliklar aytganda definitioningiz, sizni ko'z qarashingiz bilan muvaffaqiyat bu nima? Amerikada mana bir belgili bir muvaffaqiyatga yetishgan bir oila sifatida siz buni qanday aytgan bo'lardingiz? Endi eng birinchisi oiladagi tinchlik. O'sha hamma narsani o'z oilada tinch bo'lib, er xotin masalan o'sha bir-birini tushunib, bolalarga o'rnak bo'lib, o'shani yashashni o'zi sog'lik buni o'zi katta bir boylik. Va o'sha har bir daqiqani qadriga yetib, bor narsani qadriga yetib, yo'q narsaga intilib yashashni o'zi men o'ylayman bu katta bir qadriyat bo'lishi kerak. Bizning oilamiz uchun shunday masalan. Shunday tinchlik. Amerikada happy wife, happy life deyishadi-ku. Ko'pincha o'zini shunga ham bog'lanadi. Huzur oiladan boshlanadi. Huzur bo'lgan joyda. Men o'ylayman, aybdor ko'pincha bizda o'zbeklarda shunaqa gap bor, ayol kishini ayblashadi. Lekin bundan to'g'ri men o'ylayman baribir erkak kishi oila uchun javobgar hisoblanadi deb o'ylayman. U
ayolni holati, bolalaringizni holati, hammasi bu erkak kishini qo'lida. Agar erkak shuni tartibga ola olmasa, ayolda ham muammo boshlanadi, bolalarda muammo boshlanadi. Shuning uchun men o'ylayman, erkak kishini bekorga shu Xudoyim ham bekorga erkak qilib yaratmagan. Albatta. Yaqinda o'zi hozir hamma yoqda bir kitobda o'qidik degan narsa yo'qolib ketdi. Debdi Reels'da ko'rdim deb gapiramiz-ku. O'zbekistonlik bir domla aytayapti. Erkak, ayol kishiga javobgarchiliging bor. Uyga ovqatini berishing kerak, ust-boshini qarashing kerak. Bularni qilmasdan turib 5 mahal namoz o'qisang, bu qabul bo'lmaydi, deyapti-da. Bu shu narsaga olib keladi baribir hammasi. Ozgina kundalik hayotiga aralasha boshlaymiz, kasb hayotiga o'tishdan oldin. Amerikada ko'chmas mulk ishi bilan shug'ullangan bir insonni bir kunlik hayoti qanday o'tadi? Realtor bo'lish bu oson emas. Juda ham busy, ya'ni band odam bo'lasiz. Lekin albatta bu biznesda balans, ya'ni oila bilan biznesni birga olib borish kerak. Mani bir kunlik hayotim shundan iborat bo'ladiki, albatta oila birinchi o'rinda men uchun. Hamma narsadan ham. Bolalarimni, oilamni tinch qilib, keyin o'sha o'zimni biznesimni kunlik tartibini boshlayman. Yana men aytgan bo'lardimki, Amerikadagi realtor odamni telefoni o'chmaslik kerak 24 soat. Haftada 7 kun davomida o'chmaslik kerak. Siz hamisha har xil odam har xil paytda telefon qiladi. Bir xillar kechqurun telefon 12 dan keyin, 1 dan keyin telefon qilganlar bor. Yoki yakshanba kuni yoki shanba kuni odamlar qachon vaqti bo'lsa o'shanda telefon qilishadi. O'shaning uchun birinchidan telefon o'chmaslik kerak va hamisha javob berib, o'sha ishga javobgarligini olib, insonlarni ya'ni biza uchun eng muhim narsa odamlar ko'chada qolmasligi. O'sha odam qidirib yuribdimi, ko'chada qolib ketmasin deb, o'sha yakshanba kuni bo'lsa ham hamma ishlarni tashlab, o'sha odamning orqasidan ketamiz biz. Rahmat. Amerika hayotida hammani o'ziga yarasha sinovlari bor. Har bir insonni boshqa mavzudagi narsalar jonli ushlab turadi-da. Sizlarda oilaviy bir motivatsiya source'lar, ya'ni qayerdan bu energiya qayerdan kelib turadi? Nima sizlarga motivatsiya beradi bu ishni davomiy qilishlik uchun? Chunki hammada ham energiya tugaydi. Yetar, faqat men bilanmi, men qilishim kerakmi? Shu aytyapsiz, 24 soat telefonga javob berishlik o'zi oson narsa emas. O'shanda qanday talqin qilgan bo'lardingiz shu narsani? Yo'q, men haligi ayolim aytgandek, ya'ni prioritetlarni to'g'ri qo'yish kerak. Ya'ni sizda nima muhim, hayotda birinchi o'rinda nima muhim, ikkinchi o'rinda nima muhim, uchinchi o'rinda nima muhim, o'sha narsalarning hammasini qog'ozga yozib, tartibga yozib olish kerak va o'shalarga bo'ysunish kerak. Masalan, biz uchun oila birinchi o'rinda. Oila, undan keyingi biznes, boshqa narsalar ikkinchi, uchinchi o'rinda. O'shaning uchun prioritetni to'g'ri qo'ysa, men o'ylayman, muammo bo'lmaydi bunda. Zilola Chuliyeva deganda Chicago atrofida ko'p inson eshitib qoldi. Yaxshi ma'noda ko'p inson biladi. Shu opa bizda Central Asian Business Expo'da ham ko'p inson sizni jonli ko'rganda o'sha taassurotlarini bildirgandir. Zilola Chuliyevani xalq bilmaydigan bir siri bilan bo'lisha olasizmi? Qandaydir bir fakt. Fun fact bo'lishi mumkin. Balkim odamlar to'g'ri Zilola Chuliyevani ko'proq men seriozniy odamman. Lekin men driving, ya'ni mashina haydashni juda ham yaxshi ko'raman. Ba'zida katta yo'llarda shu traklar bilan bir qatorda tezlikda haydayman, ulardan o'tib ketish uchun. Shu bo'lishi mumkin, shu odamlar bilmaydigan. Zilola Chuliyevani ko'p odamlar o'ylaydiki, o'qituvchi bo'lganlar bir umr, o'shaning uchun boyagi o'ziga yarasha O'zbekistonda ham institutda dars bergan. Qaysi fandan bergansiz? Men bu yerda institutda dars berganman. Educationda ingliz tilidan dars berganlar O'zbekistonda, Toshkentda. O'shaning uchun ko'p odam yurishlari o'qituvchi bo'lgani uchun ko'plar o'ylaydiki, yaqin kela olmaydi masalan. Keyin biz bilan tanishgandan keyin, opa sizda biza haligi boshqacha o'ylagan ekanmiz deb ko'p eshitamiz shunaqa gaplar. Sizlar ochiq insonlar ekansizlar deb. Lekin yurishimizga qarab ko'p odamlar
bizani anavi deb o'ylaydi, ya'ni judayam jiddiy odamlar deb o'ylashadi. Mashalloh. Ko'chmas mulk mavzusiga sekin kirsak bo'ladi. Soft start chiroyli qildik. Ko'chmas mulk sohasiga kirib kelishingizga nima sabab bo'lgan? Nima uchun bu soha? Chunki bugun biznes haqida gaplashmoqchiman siz bilan. Tadbirkorlikda qancha pul topiladi, bularni endi bitta so'rab chiqamiz. Lekin sizga shu sohani sizni jalb qilgan narsa nima? Nimasiga qiziqib bu ishni boshladingiz? Bu biznesda endi boshida ham juda ham ko'p eshitganman, ko'rganman ham. Ko'p odamlarimiz o'zimiznikilar ya'ni eshitganman, menga aytishgan, opa mana bu agent menga majburlab uyni berdi, uyni sotdi yoki mana bu narsani aytmagan yoki men o'zim savol bersam mana buni bilarmidinglar? Yo'q opa, bilmaganmiz bu narsalarni deydi. O'shani ko'rib, ya'ni o'zimizni xalqimiz ya'ni o'sha uy olayotganda bilish kerak, любой odam qanaqa uy olyapti. Bu oddiy, ya'ni arzimagan pulga olmayapti. Shu uchun menga o'sha turtki bo'lgan. Men o'zimni xalqimga, til biladigan xalqimga qanday uy olib berishim kerak. Ya'ni qanaqa minus pluslari bor, shularni tushuntirishim kerak. Ular bilishi kerak shu qonunlarni deb, mana shu meni push qilgan. Ularga yordam berish. Alloh barakotli qilsin. O'zi xalqning xizmatida bo'lgan insonni Alloh har doim qo'llaydi-da. Chunki solishtirib ko'rsangiz, boshqa jamiyatlarga qaraganda Markaziy Osiyo xalqi Amerikada qisqa muddatda sinf otlashda juda yaxshi. Sinf deganda ekonomika sinflar bor, pastki darajadagi, o'rta darajadagi. Bizning xalqimiz shu kelishi bilan yaxshi ishlarga intiladi, o'qiydi. Men 15 yil bo'ldi Amerikaga ko'chib kelganimga. O'sha muddatda men tanigan insonlarni kamida 80% o'zini yer uylarini olishib, huzurli oila qurib yashashyapti-da. Bu qisqa bir muddatda amerikanlar ham yeta olmagan bir mavqeda, endi to'g'risini aytsak. Xuddi shunday amerikaliklar borki, meni o'rtoqlarim, hattoki arendaga hali ham yashashyapti-da. Uy yo'q, lekin haqiqatan siz aytganday, men o'rta osiyoliklarni qanchalik, ya'ni American Dream deydi-yu, Amerika hayotiga, ya'ni o'sha dream unaqasiga yetishyapti-da. Hozir uzr, so'zingizni bo'ldim. Illinoy shtatida bilasiz, qonun bor. Ijarachi bir uyga kirgan bo'lsa, qonun doirasida militsiya kelib haydab chiqara olmayapti. Siz shu sohada ishlaganligingiz uchun men savolim shundan iboratki, sizda ham shu qandaydir kutilmagan bir voqea bo'lganmi? Masalan, Chikagodagi bo'layotgan voqealar, bir inson uyini sotish uchun listing qiladi. Bitta odamni, ikkita odamni ko'rsatgandan keyin uchinchisi kelsa uy qulf. Bitta odam kirib yashab olyapti. Ikkita, uchta shunday xabar ko'rdim. Uyda egasi polis chaqirib chiqarishga harakat qilyapti, chiqara olmayapti. Shu Illinoyda shunday qonun bor ekan. Sizda ham shu tajribangiz mobaynida shunga o'xshagan kutilmagan voqealar bo'lganmi? Meni tajribamda bo'lmagan, lekin meni top agentlar bilan endi kollegalarim bor. Biz o'tiramiz bir oyda bir marta mastermind qilamiz, ya'ni o'sha tajribalar bilan bo'lishamiz. O'shanda eshitganman, shunaqa paytlar bo'lganki, masalan, ijarachilar ham chiqib ketmagan payti bo'lgan. Chiqmayman, ya'ni qonunga bo'ysunmaslik paytlari bo'lgan, albatta, lekin bitta narsani tushunishimiz kerak. Chicago, Illinois, bu yerda qonun kuchli. Baribir nima bo'lganda ham qonun bo'yicha chiqarib yuboriladi ularni. Lekin ularga minus tushadi. Shuni ham tushunish kerak. Lekin bo'lgan, albatta bo'ladi bunaqa hodisalar, lekin men tajribamda bo'lmagan bu narsalar. Ko'pincha menda qonun kuchli. Men qonun juda yaxshi bilaman, o'sha o'zimni klientlarimni o'rgataman uni. Zo'r. Keyingi biznes haqidagi savolimiz, siz Chikago atrofida, endi balkim Chikagoda yashamagan insonlar uchun ham ma'lumot bo'lishligi sifatida so'rayapmiz. Chikago atrofida qaysi mahallalarda, ya'ni suburblarda ish olib borasiz va bizni Markaziy Osiyodan kelgan mantiqa uchun qayerlardan uylarni sotib olishligini tavsiya qilgan bo'lardingiz? Chikagoni bilgan bir inson sifatida. Men bir o'zim bu biznesda bo'lgan paytim, men butun Chikagoda edim. Hamma joyda, Shamburg, Naperville, Aurora.
endi Northside'da ham bo'lganman, lekin hozir o'zimni komandam bor, ya'ni bo'lishib olganmiz. Ya'ni ba'zi komandam buyerlar, ya'ni agentlar, ular Shamburg, Des Plaines, ba'zisi esa Northside'da, man ko'pincha shunday Plainfield, Aurora tomonda. Qaymoqli joyi sizda ekanda. Umuman olganda Northside ko'proq qaymoqli bo'ladi, u yerda ko'proq nima uylar boshqacharoq baribir. Lekin men aytaman, boshqa shtatlardan juda ham ko'p odamlar telefon qilishadi, ular men bilan maslahatlashadi, "Opa, biz ko'chib bormoqchimiz, qayerni tavsiya qilasiz?" deb. Endi men aytaman, birinchi kelib Chikagoda yashab ko'ringlar. Sizlarga yoqadimi, yo'qmi? Bilinglar, qayerda o'zbeklarimiz yashaydi, qayerda boshqa odamlar yashaydi, qayerda sizlarga to'g'ri kelsa, o'sha yerdan olib beraman deb. Endi albatta bu ularga maslahatim puliga qarab qayerdan olishligini maslahat beraman, chunki ba'zi locationlarda juda ham qimmat uylar, ba'zi joylarda arzonroq, ba'zi joylarda tax naloglar katta, ba'zi joylarda kamroq naloglar, ya'ni hammasini konsultatsiya berib o'taman men. Masalan, bizda endi yangi insonlar ko'chib kelganligi uchun har kimda har xil savollar bo'ladi. Maktablar bo'yicha, endi oilaviy farzandlari bor, maktablar bo'yicha islomiy maktablarda atrofida tavsiyalar beriladimi yoki davlatning maktablari yaxshiligiga qaraladi? Odamni o'zini xohishiga qarab. Masalan, bizda shunday klientlar bor, ular oldindan aytadi. Biza masalan o'sha Shamburgda yoki Elgindagi o'sha islomiy maktablarga bolalarimizni beramiz. O'shaning uchun o'shandan 10-15 minut uzoqlikda bo'lsin deydi. Undan uzoqqa bormaymiz deydi. Ya bir xillar bor, aytadiki, "Yo'q, biza rejamizda aynan o'sha maktabga, masalan Shamburg yoki boshqa bir maktab yoki Naperville, o'sha maktabda bolalarimiz o'rgangan, o'sha joydan olib beringlar" deydi, o'shanga qarab. Lekin biz hamisha taklif qilamiz, ya'ni qanaqa sharoitlar bor, qaysi maktablar, qanaqa maktablar bor, hamma umuman butun Chikago bo'yicha informatsiya beramiz va odamlar o'zini qarorini qabul qilishadi. Rahmat. Birinchi marta ko'chmas mulk olishga harakat qilayotgan insonga yoki olish uchun 1 yil ertaroq harakat qilayotgan inson deylik, chunki yangi kelgan immigrantlarda istoriya yo'q. Qanday tavsiyalar bergan bo'lardingiz? 3 ta narsa juda muhim. Credit score, income, ya'ni Amerikada bilasiz, credit score juda muhim. Ikkinchisi juda muhim income bo'lishi, ya'ni o'sha odamni oylik maoshi bo'lishi kerak yetarlicha. Va uchinchisi esa boshlang'ich to'lov. Odatda boshlang'ich to'lov 3% dan boshlanadi. Shu mijozlar orasida bizda endi bilasiz, oxirgi paytda keladi-da, bugun keladi-da, "Aka, shuni hal qilib bermasangiz bo'lmayapti, arendam tugadi, chiqishim kerak" yoki shunday bo'lib qoladi-yu. Eng ko'p qilingan xatolardan ba'zilarini aytib bera olasizmi? Eshitayotganlar balkim shu xatoga qaytib tushmasligi uchun. Sizga keladi-da oxirgi momentda, "Mana uni hal qilib bering" deb. Eng oddiy narsalar, bizi xalqimizdagi oddiy narsalar bilan kredit skor tushirib yuborishadi. Masalan, bitta mashina olish uchun, yengil mashina olish uchun 6-7 joyda borib kreditini tekshirishadi. Mana shuni o'zi ham birdan kredit skor tushirib yuborishadi. Masalan, bitta mashina olish uchun hard inquiry degan narsa qancha ball tushiradi masalan? Bu odatda bir aniq summa yo'q buning uchun. Lekin siz 6-7 marta tekshirtirganingizdan keyin gohida 50% gacha 50 gacha tushib ketadi. Agar примерно 750 bo'lsa, shu 3 marta 4 marta tekshirtirganingizdan keyin 700 ga tushib qoladi. Shuning uchun meni maslahatim hamisha imkon qadar uy olish rejasi bo'lsa, oldindan bizga tekin konsultatsiya. Birinchidan har bir odamning sharoiti har xil. Mana hozir bugungi kunlarda bir akamizga uy olib beryapmiz. 180 ming minus bilan chiqqan. Oho. O'sha odam uy ola oladi. Xohlagan puliga uy ola oladi. Ya'ni hamma narsaning yo'li bor, har bir narsaning sharoiti har xil. O'shaning uchun eng muhimi bizga konsultatsiyaga chiqsa, maslahat so'rasa, biz ko'rib, ularni sharoitini ko'rib yordam beramiz. Zo'r. Keyingi davom etish uchun keyingi savolimiz bozor tahlili. Hamma panikda hozir. Immigratsioniy o'zgarishlar,
tariflar kiritilyapti. Bu haligi bizda qish kunida muzga oyog'ingiz qo'ysangiz surilib ketadigandek tuyuladida insonlar uchun. Shu bozorda, shu bugungi kunni bozorida uy olishlik haqida nima degan bo'lardingiz va 25-yili bozor qanday, bu ko'chmas mulk bozori qanday bo'lyapti? Endi hozir biz bilyapmiz, что prezidentimiz mana Tramp har xil tariflar qo'yyapti. Bu narsa albatta ta'sir qiladi ko'chmas mulkka. Qanday ta'sir qiladi? Bu, ya'ni biz bilamiz, ayniqsa qurilish, yangi constructionlarga ta'sir qiladi. O'zi yaqinda bir hafta oldin endi yangi constructionlar bilan, ya'ni builderlar bilan ishlayman. 4-5 builderlar bilan new construction, ular aytdi, Zilola juda ham yaxshigina baland narxda uylar ko'tariladi. Chunki mana bu tariflar, mana qurilayotgan materiallar boshqa davlatlardan keladi, yog'ochlar. Kanada yoki South Amerikadan kelishi mumkin yoki boshqa davlatlardan. Endi biz ko'ryapmiz, bu tariflar qo'yilyaptimi? Bu degani, ya'ni bu narsalar qimmat bo'ladi. Qimmat bo'lgandan keyin avtomatik uylar narxi ham ko'tariladi. Ya'ni biz hozir shuni ko'ryapmiz. Endi bizda yana ishimizda shunday, men Keller Williams kompaniyasida kompaniyani yaxshi ko'radigan tomonim, har doim bizda oyda bir marta banklarni olib kelib bizga informatsiya berishadi. Biz qaytib qarab boryapmiz, nima bo'ladi, qanaqa holatda biz hozir. Mana shunda juda ham ko'p eshitibman, mana shu tarif bizga ta'sir qilib qolishi mumkin. Bu narsani immigrant sifatida olib qarasak, masalan, bizda Markaziy Osiyodan bu yerga kelib Trampni boy immigrantlar uchun taklif qilayotgan imtiyozlaridan ishlatib investitsion vizalar olishni xohlaganlar uchun qanday tavsiya qilgan bo'lardingiz? Masalan, ko'chmas mulk, misol beryapman, men ko'p bilmaganligim uchun $500,000 yoki $1 million uyni olsa, shuni как investitsiya qatorida immigratsiya tomonidan aytmayapman, faqat shunday yo'llari bormi? Shuni orqali kelib ko'chmas mulk sotib olishib, shu orqali green card olishni yo'llari bormi immigrantlarga? Bor. Biz buni bundan bir oy oldin bizda yaxshi uchrashuv bo'ldi. Borg Law kompaniya bilan intervyu bo'ldi. O'shanda men intervyu olganimda gaplashganimizda faqat Qirg'iziston va Qozog'iston fuqarolari uchun. Agar ular 150,000 investment qilsa, ularda bu yerdan green card olish imkoniyati bor Amerikada. Lekin O'zbekiston fuqarolari uchun boshqa variantlar bor. O'shaning uchun agar bu yerda reklama emas, agar maslahat bo'lsa, o'sha law kompaniyalar bilan qonun reklama qilaveraylik. Birklov Kabexponi katta sponsorlaridan. O'sha kompaniyada o'zbek ukamiz ishlaydi, o'zbek tilida gapiradigan, borib o'sha ukamiz bilan gaplashsalar, hamma narsani tushuntiradi. Va bu qonuniy, bu hammasi, masalan, 150,000 ga ular kelib bu yerdan uy olib, o'sha uyni как biznes hisobida qilib, hammasini ular tushuntirishadi qanday qilishni. Shu orqali ya'ni green card olib qonuniy bu yerda qolib ketishlari mumkin. Tushunarli. Immigratsiya masalasiga kelganimizda yaqinda boshqa bir realtor bilan gaplashayotganimda aytdiki, plaslar endi oldin bu yerda yashab yurgan immigrantlarda hammasida ham green kartasi yo'q edi. Lekin green kartasi yo'qlar ham uy olsa bo'lardi-da. Oxirgi o'zgaruvlar bilan bu to'xtatildi degan narsani aytdi. Bu qanchalik to'g'ri? Yo'q, bu noto'g'ri. Ya'ni faqat bitta programma to'xtatildi. FHA programmasi bor, u ham 25-may kuni to'xtatiladi. Bu faqat kredit skorlari juda ham past bo'lgan odamlarga taalluqli bo'lgan programma edi bu. Bu programma 25-mayda to'xtatiladi. Lekin bu degani boshqa variantlar yo'q degani emas. Boshqa variantlar bor va boshqa yo'llari bor, faqat oldin именно FHA programmasida reytlar ancha past edi. Endi yana reytlar ozgina baland bo'ladi, lekin hamisha yo'llari bor. Ya'ni men aytmoqchimanki, qonuniy yo'llar bor. Sizni tajribangizdan kelib chiqib, ozgina shu bank sohasiga ham kirsak yaxshi bo'lar edi. Bilasiz, endi 21-yillari reytlar juda tushdi. Bu hammani orzusidagi reytlar edi. 1,5% boshlangan reytlar. Nima deb o'ylaysiz? Bu 25-yili America First, ya'ni Amerikani birinchi nimasi bilan kelib chiqilgan holatda reytlar tushadimi, ko'tariladimi va bugungi reyt qanday?
No, men aytamanki reytlar yomon emas. Reytlar hozir ham yomon emas. Umuman agar tarixga qaraydigan bo'lsak, reytlar 9-10 undan ham baland bo'lgan oldinlar. Lekin u boshqa reytlar avvalgidek shu 2% ga tushish uchun yana bir Covidga o'xshagan narsa bo'lishi kerak. Agar shunday narsa bo'lmasa, reytlar tushish bu qiyin narsa. Lekin hozirgi holatdan ko'ra ekonomikada bo'layotgan o'zgarishlarga qarab bizlarda shunaqa fikr bor, 5 atrofida bo'ladi. 5-5,5 va bu yaxshi hisoblanadi. Lekin 4-3 ularni kutmash kerak. Yana bitta savol, balkim shaxsiy savol bo'lishi mumkin. O'sha 1,5 paytlarida olingan uyni sotmasdan ushlab turgan yaxshimi unda? 1,5% dan olingan uylar bo'lsa, equity chiqarish mumkin. Masalan, siz 300 mingga olgansiz. Hozir men ko'p insonlarga cash out qilib beryapman. Ya'ni refinancing bor, equity chiqarish bor. Ya'ni equity bu nima? Sizda reytingingiz o'z holicha qoladi. Siz 300 mingga uy olgansiz. Lekin 500 mingga uy olmoqchisiz, to'g'rimi? Qolgan 200 mingini 5% dan olasiz yoki 6% dan olasiz. Lekin oldingi 300 ming, ya'ni o'sha foizligicha qolaveradi. O'zingizni uyingizdan o'zingiz qarz olasizmi? Haligi oddiy xalq tilida gapiradigan bo'lsa, ya'ni uyingizda zalogga qo'yib davlatdan pul olasiz. Ha, o'sha zalogni qo'yib, lekin olgan pulingiz baribir ko'chani reytida bo'ladi. Uyingiznikiga tegilmaydi. O'sha pul bilan yangi olayotgan uyingizni первоначальный взнос down paymentini qilsangiz bo'lar ekan. Boshqa uy olsangiz bo'lar ekan. Bu Amerikada juda ko'p qo'llaniladigan biznes strategiya. Ko'plar shunaqa qilishadi. Ya'ni har 2 yilda equity chiqaradida, o'sha equityni masalan oxirgi 2 yilda uylar 100 mingga ko'tarildi. Xo'p, boradi bankka aytadi, menga 80 ming ber deydi, bank 80 ming beradi, o'shani oladi, yana 2 uy oladi. Hozirgi paytda bu judayam ya'ni unaqa keng tarqalgan programma. Nimaga? Chunki mana shu 2 yil, 3 yil ichida uylar narxi judayam ko'tarildi. Ya'ni o'sha xuddi xo'jayinim aytganlaridek 300 mingga olgan bo'lsalar, 500 ming turibdi shu uy, 200 mingni bankdan cash out qilib chiqarib olyapti odamlar. Yaxshi tavsiya ekanda. Demak, masalan, menda bir uy bor, u uy ko'chada narxi 400 ming bo'lsa, uni sotgandan ko'ra siz aytgandek equity chiqarib, boshqa bir uyga down payment qilib qo'ygan yaxshi ekan. Yoki undan tashqari refinansing qilishlari ham mumkin. Refinansing ham bu ham bir variant. Okay. Keyingi savolimiz, bugungi kunda hammamiz bilamiz, har bir inson 5 soatdan 8 soatgacha social media, Instagramda ko'proq o'tirar ekan. Sizni biznesingizni rivojlantirishingizda, mijozlar topishingizda sizni social media PR planingiz bormi? Qancha vaqt ajratasiz o'zingizni biznesingizni social mediada promot qilishga? Social mediada men ko'p bo'lmayman. Meni adminim bor. Social mediani olib boradigan. Men ba'zi hollarda qarab qo'yishim mumkin, menda vaqti yo'q. Lekin men bitta narsani aytaman, meni biznesimni kuchayishiga bu meni xizmatim, ya'ni meni klientlarim. Menga klient olib kelishadi. Ya'ni social mediadan, endi to'g'ri, social media bu odamlar ko'radi, meni uylarni ko'radi, qiziq, lekin menda ko'pincha biznesimni rivojlanishi uchun bu meni klientlarimni referral deymiz, ya'ni boshqalarga taklif qilishi ko'pincha maslahati. O'z ishingizda sizga eng ko'p yoqqan, mazza qiladigan taraflari qayerda? Masalan, bo'ladida, masalan, mehnat qilasiz bir joyda maza qilasiz, o'sha yerda yaxshi ham shu ishni qilganman deysizda, yoki ba'zi kunlar bo'ladi, to'yib ketasiz, shu telefoniga ham javob bermay qo'yasiz. O'sha maza qilgan joylaringiz qayeri? Klientning xursandchiligini ko'rgan paytimiz, ya'ni o'sha klient uy olgan paytida, o'sha oxirgi closing kun deydi. O'shanda masalan klient xursandchiligini ko'rib, vatandoshlar xursandchiligini ko'rib, tortgan azoblarning hammasi chiqib ketadi o'sha kuni. Kalitni topshirish bo'lgan, shunday tajribamda klientlarim yig'lab yuborgan payti bo'lgan. Ya'ni kalitni olayotgan payt, ya'ni birinchidan o'zi xohlagan uyni olib, orzusiga yetishgani, bo'lgan klientlarimni yig'lagani, ya'ni ba'zi holatda bo'lgan, Zilola biz boshqa rieltor bilan ishlaganmiz, lekin ular olib bera olmagan. Mana siz bizga olib berdingiz degan payti, bu juda ham men uchun xursandchilik. Klientlar oramizda bir xillari bo'lgan, ular ya'ni toki uy olguncha ham ishonishmagan. Chunki ular bizdan oldin
moshina olaman deb dilershipga borgan. Ularga sani hech kredit scoring ham to'g'ri kelmaydi. Umuman san uy u yoqda tursin, moshinani o'zini ham bermaganda, ключini ham. Keyin u oxirigacha ishonmagan. Uy olgandan keyin juda xursand bo'lib, men umuman ishonmagandim. Lekin meni olib berdinglar deb juda xursand bo'lishgan. Zo'r. Oxirgi savollarimdan, xudo xohlasa, yakunlasak chiroyli bo'ladi. Hammani orzusi bor. Chunki Alloh bizni shunday yaratganki, ichimizdagi nafs yana deb so'raveradi. U faqatgina jannatga kirganda ham to'ymaydi. Teparoqqa jildir Allohim meni balandroqqa boray deb ketaverar ekanda, faqatgina Allohning jamolini ko'rganda qonar ekan. O'shaning uchun bu dunyoda so'rash bemalol, gunoh emas, chunki Alloh shunday qo'yganda. Sizni tajribangizdan kelib chiqib shu realtorlik sohasida meni orzuyim shu narsani olib sotsam degan bir orzungiz bor? Masalan, kim biladi, juda katta uylarmi yoki yaxtalarmi yoki industrial tomondanmi yoki 100 etajli domlarmi? O'zingiz sohangizda siz keyingi 5 yil, 10 yilda qayerda ko'rmoqchisiz o'zingizni? Endi keyingi 5 yil, 10 yilda men o'zimni kompaniyamni ochmoqchiman. O'zimni kompaniyam, ya'ni o'zimni atrofimda O'rta Osiyoliklar agentlarimni atrofimga olib shu tomonga qarab boryapman. Lekin men tajribam, mana shu 5 yillik tajribamda men juda ham katta uylar sotganman. Milliondan ortiq. Unaqa nimam yo'q, dream yo'q, lekin o'zimni mana O'rta Osiyoliklarni atrofimga olib kompaniya ochish. Xudo xohlasa, biz jamiyatimiz birlashib, bir-birimiz bilan biznes qilganimizdan keyin buni hammasi mumkin. Markaziy Osiyo biznes forumini tuzganimizdagi sababim bir-birimizga yordam berishlik. Men bir ish qilyapmanmi, sizga sotishim kerak. Siz bir ish qilyapsizmi, o'sha servis sizdan men olishim kerak. O'shanda biz juda katta ekonomikani ichidamiz. Bu yerda hech narsa qilishimiz shart emas, faqat muomala qilamiz, bo'ladi. Intervyumizda bizda o'zi oxirgacha eshitganlar uchun gaplashilish kerak bo'lgan narsani oxiriga olib qo'ydik. Pul mavzusida ozgina bo'lsa ham gaplashishni xohlaymiz. Nimaga? Siz qilayotgan bizneslar kimdir birovga misol bo'lsin. Siz qanday qiyinchiliklar ko'rdingiz? Bu narsani qilish uchun qancha mablag' bilan boshlash kerak yoki mablag' kerak emasmi? Bu ishni qilayotgan inson yiliga qancha pul topadi? Bu bir oilani boqishga yetadimi? Qancha sabr qilish kerak? Oilani boqadigan vaziyatga kelishligi uchun qancha vaqt ketadi? Shular haqida ozgina ma'lumot bersangiz, balkim kimdir birov shu ishni qilishga harakat qilayotgan bo'lsa, ular uchun dalda bo'lsin. Ozgina bo'lsa ham yordam bo'lsin. Chunki bizning xohishimiz ma'lumotni bepul qilaylik, insonlar shu ishlarda qilishsin. Sizga bu siz rizqingiz bilan u insonning rizqi aloqasi yo'q. Alloh hammamiz rizqimizni berib qo'ygan, hammamiz ishimizni qilyapmiz. Siz katta ish ochganingizda sizga tayyor ishchilar bo'lsin degan ma'noda shularga bir javob bersangiz. Lekin agentlar juda ham ko'p. Illinoisda juda ham ko'p agentlar. Bu ishni qiyinchiligi juda ham ko'p. Birinchidan, qonunni juda ham yaxshi bilish kerak. Bu ishda sudlashish juda ham oson. Ya'ni agar qonunni bilmasangiz, agar ingliz tilini yaxshi bilmasangiz, bu juda ham jiddiy ish. Birinchi o'rinda agar kimdir xohlayotgan bo'lsa, bunaqa ishni albatta ingliz tilini kuchaytirish, bu qonunni o'rganish. Endi meni backgroundimda men o'zi professor bo'lganman. Men uchun bu narsalar muammo bo'lmagan, lekin hali ham mana shu realtorlik sohasida o'z ustimda ishlayman. Mana xo'jayinman bilan kitoblar o'qiyman. CEO, mana bu eng zo'r top biznesmenlarni kitoblarini o'qiyman, podkastlar eshitaman, o'zim ustimda ishlayman. Chunki bu sohani eng o'sha ustasi bo'lish va ehtiyotkorlik hamda o'rganish qonunlarni. Bu ishda har xil, ya'ni bor yangi agentlar 5-6 ta uy sotishi mumkin bir yilda. Ba'zi agentlar bor 10 ta sotishi mumkin. Ya'ni agentga bog'liq. Qanchalik siz mehnatkash. Ya'ni xuddi xo'jayinim aytgandek 24/7 telefonni ko'tarish. Ba'zida bo'lardi shunaqa paytlar, oqshom aeroportda opa menga uy yo'q, men aeroportda yotibman degan paytlari bo'lardi. Biz xo'jayinim bilan mashinada borib, olib o'sha endi vatandoshlarimizni qo'ygan joylarimiz bo'lgan.
o'shanaqa vaziyatda bo'lish kerak bu biznes uchun. Man yilida 150 ta 200 ta uy sotaman. Top agent. U yo'g'ini hisoblab oladilar. Ya'ni har xil vaziyat. Endi realtorni qanday o'zini ishini olib borishi, qanday xizmat ko'rsatishi bu juda ham muhim bu biznesda. Qanday muloqot qilishi, munosabat qilishi klientlari bilan bu ham juda ham muhim. Endi shunga qarab aytsa bo'ladi, что yangi kelgan odamlar, agentlar 5-6 ta uydan boshlaydi bir yilda. Rahmat, sog' bo'ling. Bu ma'lumot yetarli, ya'ni ko'p inson uchun, boshlovchilar uchun, qayerga borishni xohlaganlar uchun. Podkastimiz yakunida bir erkin mikrofon bersak, balkim publika uchun yangi bir narsalar e'lon berishni xohlardirsiz. Xohlagan bir narsangiz haqida aytib berishingiz mumkin. Birinchi o'rinda sizga rahmat aytmoqchiman. Taklif uchun juda ham katta, ana shu bizning O'rta Osiyoda juda ham katta ish boshlagansiz. Hammamizni boshimizni bir qilib, biznes ownerlarni birga qilib, juda ham mana Business Expo juda ham biz xursand bo'ldik. Kattakon rahmat, baraka toping. Oilangiz ustida har doim bosh bo'lib yuring. Rahmat, sog' bo'ling. Mana haqiqatdan bugungi suhbat uchun katta rahmat. Maza qildim gaplashib siz bilan va sizni auditoriyangizga aytmoqchiman, Amerikada imkoniyat ko'p. Qaysi sohada bo'lmasin, bizni xalqimiz mehnatkash xalq va bilimli xalq. Siz hali aytdingizki, hali bu yerda 2-3 yilda hammasi boy bo'lib ketdi deb. Ularning hammasi Amerikaga kelayotgan ko'plari juda ham bilimli. Ingliz tilini yaxshi bilishadi. O'shaning uchun men xalqimizga aytgan bo'lardimki, bu ayniqsa mana shu Illinoysdagi community, o'zi Illinoysdagi o'zbek, tojikistonlik yoki qirg'izistonlik va biz mana aka-uka bo'lib ketganmiz hammasi bilan. Mana shu yerga kelib hammasiga mana shu ahilligimiz yo'qolmasin, kuch birlikda. Qancha biz bir bo'lsak, birovning haqqi birovda qolib ketmas ekan. Agar birov kishiga yordam bersangiz, baribir o'sha aylanib bir ko'zingizga qaytar ekan. O'shaning uchun imkon boricha vatandoshlarga, o'sha dindoshlarga tilimiz baribir bir joydamiz. Yordam qo'lini cho'zishda to'xtamaslik kerak. Bir kun mana shu o'zingizga katta baraka bo'lib qaytadi. Rahmat. Yana bir bor rahmat. Dildan, qalbdan chiroyli bir suhbat uchun. Xudo xohlasa bu ko'chmas mulk haqida olib borgan suhbatimiz ko'p vatandoshlarga, millatdoshlarga foydasi tegadi degan umiddamiz. Xudo xohlasa qisqa vaqtda yana bir bor mehmon qatorida kutamiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Bugungi Bazarstan podkastimizni shu bilan yakunlaymiz. Xudo xohlasa keyingi podkastlarda ko'rishguncha Allohga omonat, sog' bo'linglar.